alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Salomatgina. Hovlida mana ko'chaga chiqdik biz ham. Hozir ishlar bilan aylangani. Shu paytda bir voqea esga tushib qoldi. Shuni sizlarga aytay dedim. Ajablanarli hol bo'ldi bir kun. Ganganim ustidan tepaga chiqsam, mashina o'chib qoldi. Shu qisqa tutashu bo'lgani bilinib turibdi. Nima qilishimni bilmayman. Na tepaga yuraman, na pastga yuraman. Tag'i burilib chiqayotgan joyda to'xtab qolgan ketimdan mashinalar. Juda qiyin bir hol bo'lib qoldi. Nonni o'zi yetkazishini qarang, bir yigit kelib qolib mashinani birpasda titsib, sudratilib, o'zim bilan itarishib, chetga olib, birpasda qarab, nima bo'lganini tekshirib, topib, uni ustiga ko'rsatish kerak dedi. Qancha yordamlar berdi. O'zi oxirigacha olib bora olmagani uchun endi ustiga ko'rsatmasangiz bo'lmaydi deb ketdi. Yana bitta odam keldi. U ham yordamlashib, u birato'la mashinani tortamiz, yurg'izib dedi. Tortib yurg'izsa bo'ladi dedi. Ozgina tortib yurg'izib yubordik. Men ketdim, keyin to'g'ri ustiga yetib oldim. Ustida ishimni bitirib ketdim. Kunlar o'tib ketdi, oylar o'tdi. Keyin yana xuddi shu ahvol, o'sha mostdan chiqish. O'sha chiqishda yana mashina taqqa o'chdi. G'oni qutratib yana xuddi o'sha joyda o'chdi-da mashina. Nima qilishni bilmay tursam, ketim deb talasitdi to'xtab. Keling, itaramiz mashinani. Chetroq olamiz deb yana chetroq oldik. Qarasang mashina umuman qimirlamayapti. Akkumulyatordan bu akkumulyatorni o't oldirish kerak deb mashinani chetga qo'ydirib, surdirib, o'zi mashinani chetiga qo'yib yana simi bor ekan, shunaqa perikuritel deydi. Shoferlar tilida. Shu perikuritelni uni o'zini akkumulyatoriga ulaydi, keyin manikiga ulab, keyin zavod qilsa shu o't olib ketadi, o'lib qolgan akkumulyatorlar. O'shuna qilib endi buni bilmaydiganlarga izoh qilib aytib ketaman. Shu qilmas odamlar uni tushunmaydi. Keyin shu bilan birpasda o't oldirdik, birpas turdi. Endi akkumulyatoriz soat bo'lsa chirog'ingiz yonib qolib ketgan ekan deb aytib, hamma narsani yig'ishtirdik. Mayli, okey, xayr deb ketdi-da. Yaxshi, bu bolani endi bu safar otini so'rab oldim. Bekzod ekan oti. Hozir eshitayotgan bo'lishi ham mumkin balkim. Alloh rozi bo'lsin bu bolada. Xursand bo'lganim. Hamma aytadi, qissadan hissa deyman-da. Hamma aytadiki, hozir yoshlar aynib ketyapti, deganlarga yo tushkunga tushmaylar. Yoshlar hech aynayotgani yo'q. Hech qaysi. Baribir o'sha bizani davrida unaqa edi deb maqtanagan ota-onalar davrida ham o'sha oila, o'sha ota-ona tarbiyasiga qarab bo'lgan bolani yetishib chiqishi o'sha oiladan. Hozir ham xuddi shundoq. O'sha oilalarda hozirgi yaxshi tarbiya qilgan bolalarni mana ko'rib turibmiz. Bo'lmasa unga nima edi? Shuncha mashina o'tib ketyapti. Bittasi qarayotgani yo'q menga. Shuni orasida to'xtab, shuncha ish qilib, taqin qo'llarini tiqib, kir qilib, yana
boshqalar qilib shu mashinani yurg'izib o't olmaguncha tinchimadi-da bolada. Men hayron qoldim-da. Bunchalik yordam berishi. Uni orasida yana bitta yigitni qo'shib keting. U ham balkim eshitar. U ham qoyil qolgan joyim. O'zimizni hamma biladi-yu, Lag'mon House bo'ldi hozir. Oldin halol food deb hammani oz deydi. Lag'monxona. Shuni to'g'risida kabob ochilgan. O'sha kabob yonida to'xtadim. Keyin ishim bitirib o'tirib mashina zavat qilaman desam, zavat bo'lmayapti. Benzini tugab qolgan ekan. U Lacetti mashinam deydi. Baklashkani oldim, topdim. Baklashkani oldim. Endi mashina to'xtatyapman pastda. Ana apelsinmidi, 3.7 midi. Pastda Jardi zapravkaga ketyapman. Bir yigit o'tirgan ekan o'sha yerda. Ha, uka haqida, zapravkaga benzinim yo'q ekan desam, xullas o'tkazib zapravkaga olib borib, meni tashamasdan benzinni quydirib, yana joyimga, mashinamgacha olib kelib qo'ydi-da, shu bola. U bolaga ham meni qizig'im yo'q bo'lmasa, o'tiribdi o'zini ishi bilan. Meni tashadi, ketdi. 15 minut vaqt ketgan bo'lsa. Lekin shuncha turganimda, yomg'ir yog'ayotibdi tag'in. Shuncha turganimda bitta mashina to'xtagani yo'q. Shu qissadan hissa aytamanki, yoshlarimiz yaxshi tarbiya bo'lsa, bu o'sha ota-onani, shu oilani, yaqinlarini tarbiyasiga bog'liq ekan. Hammasi. Salomat bo'lasizlar. Tinglaganinglar uchun rahmat. Yana ko'rishamiz.